Assalomu alaykum, salomatlik akademiyasiga xush kelibsiz. Sizlardan doktor Azizbek. Bugungi video juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman, chunki gepatit B bo'lgan bemorlarimizning ko'pchiliklari shu darajada gepatit D bo'lib qolishdan qo'rqishadiki, ular o'ylashadi, gepatit B ni davolamasak yoki immunitetimiz tushib ketib qolsa, gepatit B virusi kuchayib ketib qolsa, gepatit D ga aylanib qoladi deyishadi. Aslida bu fikr juda ham noto'g'ri. Chunki gepatit B virusi alohida virus, gepatit D virusi umuman boshqa virus va ular bir-biriga aylana olmaydi. Gepatit B ni va gepatit D ni yuqtirib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizda gepatit B bo'lsa, gepatit D ga o'zi aylanib qolmaydi yoki telefon qilib, "Ke mana yerda bitta zo'r kasal bor, birgalikda buni jigarini yeymiz" demaydi. To'g'ri tushunasizlar. Gepatit D virusi yuqishi ikkita usulda yuqishi mumkin. Ya'ni birinchisi gepatit B bilan birgalikda koinfeksiya deyiladi yoki gepatit B bo'lgan bemorga keyinchalik gepatit D virusini yuqib qolish, ya'ni ehtiyotsizlik oqibatida tibbiy sterillanmagan yoki sifatsiz tibbiy xizmatlardan foydalanganda gepatit D virusini yuqtirib olish ehtimoli bo'ladi. Endi gepatit B virusi 100% tuzaladimi degan savollarga prosta bugun natija bilan gapirmoqchiman. Bir bemorimiz o'sha o'tgan yil 2025-yil avgust oyidan davolashni boshlaganmiz. Hozirgacha o'sha davolab kelamiz. Yozib berilgan lecheniya tugagandan keyin albatta ko'rsatmalarga amal qilib, biz tavsiyalarimiz bo'yicha dorilar ichib yuradilar. Masalan, ma'lum bir muddat uni dorini ichasiz deymiz, tugagandan keyin aloqaga chiqishadi va yana maslahat qilamiz. Shu mana hozir 18-aprelda topshirgan analizini ko'rsataman sizlarga, ya'ni gepatit B PCR da ham toza chiqqan. Xudo xolasa, bundan keyin ham o'sha yaxshi chiqadi analizlar. Bemorimiz birinchi bizga murojaat qilganlarida o'sha e'tibor berishlari mumkin. 31-iyul esa 2025-yilda jami 200 dona viruslari bo'lgan va biz srazi protivirusli dorini berishni boshlaganmiz. Bunga asosiy sabab nima? Gepatit B virusi organizmga birinchi tushganda o'sha surunkali formaga o'tishdan oldin davolab olish kerak. Ya'ni jigarga o'zini to'qimasini kirgizib, DNKsini o'sha postoyanno jigarda mehmon bo'lib qolmasligidan oldin biz kasallikni davolasak, tuzalish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. O'sha o'rtadagi analizni topolmadim rostisi, lekin analiz bor edi. Bu e'tibor qilishingiz mumkin. 2-fevral 2026-yilda topshirilgan analiz imенно o'sha bemorga. Birinchisida 200 dona virus bo'lgan, ikkinchisida o'sha virus soni 0 bo'ldi, keyingisida prosta sifatini tekshiramiz dedim. Ya'ni agarda organizmda gepatit B virusi umuman qolmasa, mana shu PCR качественный analiz toza chiqishi kerak. Mana e'tibor qilishingiz mumkin. Yaqinda shu 18-fevralda topshirilgan analiz va PCR sifat toza turibdi. Xudo xolasa bu bemorning organizmida, ya'ni qonida umuman gepatit B virusini DNKsi qolmadi. Lekin protivirusli lecheniyani hali to'xtatganim yo'q. Bunga ma'lum bir sabablari bor, ya'ni gepatit B virusi DNK saqlovchi virus hisoblanadi va u o'zining DNKsini organizmdagi boshqa hujayralar ichiga yashirib olishi mumkin. Ya'ni to'liq tuzalgan bemorlar bor, ya'ni 6 oy, 1 yildan boshlab dori ichmay yurganlar bor va ularda virus soni hali ko'paygani yo'q, virus PCR sifati ham hali chiqayotgani yo'q. Bu bemorimizga qanaqa lecheniya qildik? Hammasini prosta chiqazib oldim. Video uchun maxsus. Hozir ko'rsataman, qaysi dorilarni ishlatdim. Ko'pchilikga qiziq, qanaqa dorilar ishlatishim. Prosta bemor ism familiyasini berkitaman. Hamma har xil tushunishi mumkin. Bitta videoda shu narsani bitta konflikt ham bo'ldi bemor bilan. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bemorga men retseptni 6-avgustda yozib berganman. Rasmga tashlab yuborganman. Diagnoz gepatit B ketyapti, lecheniya. Birinchi yozganim bu fosfoglif urso tarkibida glitseronoviy kislota va ursodezoksixol kislota bor, ya'ni organizmda protivirusli effekt bildiradi. Ursodezoksixol kislota jigarni himoya qiladi, o't yultiradi. Glitseronoviy kislota o'sha bilamizki, yalg'anishga qarshi viruslar ko'payishini bloklaydi. Vitamin E antioksidant, bittadan bir mahal 30 kunga berganman nonushta vaqtida. Asosiy vazifa bu jigardagi oksidlanish jarayonlarini bloklash va
jigar yog' bosishda yallig'lanishlarni pastlab beradi. IL-10 tushirgani ham effekti zo'r. Bemorimizda vitamin E biroz kam, vitamin D3 biroz kam bo'lgani sababli bemorimizga vitamin D3 yozganman 5000 единицаdan. Aytishingiz mumkin, o'sha avgust oyida tam quyosh bilan muammo bo'lmaydi deysiz, lekin bir xilga bemorlar bilasizlar endi ofislarda ishlasa ular quyoshda sayr qilgan vaqti bo'lmaydi. Keyingi virusga qarshi ishlatgan dorimiz Entikavir 05. Bittadan bir mahal ovqatdan keyin, ya'ni ovqatdan 1 soat keyin 1 yil ichish tavsiya qilganmiz. Hali 1 yil bo'lgani yo'q bemorimizda. Sink tabletka bittadan 2 mahal ovqat bilan immunitetni yaxshilaydi. Sink tabletkasi 30 kunga berganman xolos. Keyin sink tabletkasini o'chirganmiz bemordan. Birinchi boshlaganimizda immunitetni ko'targani sikloferon ukol, ya'ni gepatit B, C, D viruslarida sikloferon ukol juda ham zo'r effekt beradi. Ayniqsa kasalligi o'tkir davrida surunkali formaga o'tib ketishini oldini oladi. Bemorda umumiy biokimyo qon tahlillari ko'rilgan va bemorlar o'zisida qo'limni tutdim. Xo'sh. Jirovoy gepatoz beryapti, ya'ni jigarda yog' bosish bor, o't chiqishida muammo beryapti, surunkali xolesistit bor. Qo'shimcha ravishda kapelitsalar yozilgan bemorga bu ukol dorilar, tabletkalardan tashqari fermentlar biroz baland bo'lgan ALT, bilirubinda yengil ko'tarilish bo'lgan. Fibroskan keladigan bo'lsa, ko'pchilikga qiziqtiradi. Bemorda e'tibor berishingiz mumkin, yog' bosish bor, mana 317 beryapti. 67 fibroz. Ya'ni fibroz birinchi daraja. Aslida hozirgi kunda jigarni gepatit virusidan ham ko'proq shu yog' bosish rasvo qilyapti, tan olishimiz kerak. Endi bemorlarga juda ham kerakli bo'lgan tavsiya. Agarda siz videoni shu yerigacha ko'rgan bo'lsangiz, katta rahmat. Albatta kanalga podpiska bo'lish va ushbu videoni yaqinlaringizga ulashish, videoga like bosish esdan chiqmasin. Insonlarimiz dangasa bo'lib qoldik. Vaqtlar o'tdi, hamma narsa yengillashdi, hayot, internet, hamma narsa qo'limizda. Lekin negadir insonlar o'zini salomatligi uchun harakat qilmay qo'ydi. Shunchaki piyoda yurish yoki jismoniy mehnatni biz cheklab qo'ydik. Hojatxonaga ham o'rni kelsa avtomobilda borish yoki iloji bo'lsa shu bitta xizmatkor bo'lsa-da biz to'sib qo'ysa-da yoki pampers soqib beradigan bo'lib qoldik odamlar. Tan olishimiz kerak. Shu darajada biz dangasa va mehnatga layoqatsiz bo'lib qolganimiz sababli organizmimizda yog' bosish holati kuzatilyapti. Ortiqcha vazn. Oldinlari odamlar ozish uchun pullariga dori sotib olishmasdi. Oldinlari odamlar ozishga harakat qilishmasdi. Chunki ularda jismoniy mehnat, keyin stress kamroq bo'lgan. Hozirgi paytda insonlar juda ham ko'p stressga berilishyapti. Bunga asosiy sabab ijtimoiy tarmoqlarda soxta baxtni, soxta narsalarni ko'rib, o'sha hayot baxt shundan iborat ekan degan tushuncha insonlar ongini zaharlab qo'yapti. Men shifokor sifatida har bitta bemorga aytaman, birinchi navbatda sizni salomatligingiz, immunitetingiz zo'r bo'lishi uchun sizni kayfiyatingiz a'lo darajada bo'lishi kerak. Gepatit bo'ldingiz, endi Xudo shu dardni sizga berdi, lekin bu sizni stressga tushib o'lib qolishingiz uchun bahona emasda. Kasal bo'lib qoldim, endi men nima qilay deb hayotdan nafratlanib, nimaga aynan men kasal bo'ldim, nimaga meni hayotimga shu narsa kelib qoldi deb stressga tushib qolish kerak emas. Oddiy kasallik, to'g'ri davolansangiz, yaxshi shifokordan maslahatini olib aytganini qiladigan bo'lsangiz, asoratlarsiz tuzalib ketadi. Ya'ni jigaringiz sirroz bo'lishi uchun ancha vaqt bor. Ko'pchilik o'ylaydiki, gepatitni yakunini o'ylaydi. Masalan, qachon sirroz bo'ladi odam? Qachonki o'zini salomatligiga bee'tibor bo'lsa, qachonki shifokor aytganiga kirmasa, tavsiyalarini bajarmasa, postoyanno stressda yurib, kasallik tufayli insonlar uyqusini yo'qotib qo'yapti. Telefon o'ynayapmiz. Shu darajada biz o'zimiz hayotimizni o'zimiz rasvo qilyapmiz. Gepatitda birinchi navbatda insonlar xotirjam bo'lishlari kerak. Jigar xotirjamligi, halovatni yaxshi ko'radi. Stressda kortizol gormonlari, stress gormonlari sizning organizmingizdagi metabolizmni buzadi. Organizmdagi yallig'lanishni battar kuchaytirib beradi. Siz xotirjam, ko'nglingiz to'q bo'ladigan bo'lsa, kasallik o'zi yengiladi. Immunitetingiz o'zi kuchayadi. Siz qanchalik stressda, g'amda bo'ladigan bo'lsangiz, tan olishimiz kerak, organizmda onkologik kasalliklar rivojlanishi, immunitet pastligi sababli oddiy gripp ham sizda og'riq tuzalishi kuzatiladi.
Endi bemorlarimizga ovqatlanish tartibini aytib o'tadigan bo'lsam, juda ham muhim joyda shu. Hamma gepatit bo'lganlar qachongi yozilgan narsalar yoki kimdandir eshitgan narsalarni qilishaveradi. O'sha ba'zida kasallarga tushuntirib bo'lmaydi-da. Aytadi, issiqli ovqat yeb bo'lmaydi yoki qo'y go'shti, qo'y yog'i yeb bo'lmaydi deydi. Qo'y dumbasini yeb bo'lmaydi deb qo'yadi. O'sha paxta yog'i yeb bo'lmaydi deydi. Qarasangiz hech nima yemayapti-da. Lekin hali shirinlik ko'rsa yoki qayda o'tirishda bo'lsa yoki bitta o'tirishda parhez ovqatni 2 kunlik yeb borishadi. Qornim to'ymayapti, ichim shilinib ketyapti deydi. Bu noto'g'ri. Insonlar xohlagan taomingizni xohlagan joydan yeyishingiz mumkin, lekin oz-ozdan me'yorida, stressga tushmasdan, chaynab, yaxshilab, mana 32 ta tish bekorga berilmagan. Ovqatni chaynab iste'mol qilmas ekansiz, oshqozoningiz rasvo bo'ladi, ichak rasvo bo'ladi. 12 barmoqli ichak, oshqozon osti bezi, jigar hammasi ketaveradi. Hammasini tuzatishning eng zo'r yo'li shunchaki ovqatni chaynab, xotirjamlik bilan, halovat bilan yeyish kerak. Ko'pchilik aytadi, yog'li ovqat umuman yemayapman deydi, suvga qaynatib yeyapman faqat deydi. Insonlar, bizning organizmimizda ham yog'da eriydigan, ham suvda eriydigan vitaminlar bor. Oddiygina shu o'tingizni yaxshi chiqishi uchun 12 barmoqli ichakka 12 barmoqli ichakka yog' tushishi kerak. Yog' tushmasa o't baqa ajramaydi. O'tning vazifasi yog'larni parchalab berish. Unga vazifasini bajarish uchun ish bo'lmasa u kelmaydi, u dimlanib yotaveradi. Jigarni tozalashning eng zo'r usulida ham ilgaridan qo'llaniladigan usullarda, endi o't qopda tosh bo'lmasligi kerak. Zaytun yog'i va limon bilan jigarni tozalayotganda ham yog' ichiladi, o'tni haydab chiqaziladi. Shu bilan jigarni ichidagi o't yurishi yaxshilanadi. 12 barmoqli ichakka yog' tushgani sababli o't qop isiladi, o't qopdagi o't suyuqligi chiqib ketgandan keyin jigardagi qolgan quyilib qolmoqchi bo'lgan o'tlar tez-tez ajrab chiqadi-da. Endi o'tkir holatda kasallik kechayotgan bo'lsa, ALT bilirubinlar patolog bo'lib, masalan, 400-500 ga chiqib ketgan bo'lsa, bilirubinlar ko'tarilgan bo'lsa, shunaqa kasallar ham ko'rganmiz. ALT esa 800 kasallar ham ko'rganmiz. Endi ularga majbur parhez qildiramiz, lekin o't haydovchi dorilar beriladi. Masalan, xalasa sirop, maka popugini damlamasi, namatagi damlamasi, shular beriladi. Allaqol tabletka beriladi, lekin har bitta dorini ishlatishda o'ziga yarasha qonun qoidalar bor. Ya'ni o't qopida tosh bor bemorga biz sirasi yugurib kelib o't haydovchi bera olmaymiz. O'tqidagi toshi tiqilib qolishi mumkin, ya'ni pristup berib, undan battar holatga keltirib qo'yishi mumkin. Ichiriladigan tabletkalar o'zining qonun qoidalari bor. Siz haqiqiy mutaxassis shifokor bilan maslahatlashib davolansangiz, albatta yaxshi natijaga erishasiz. Ko'pchilik mana fibroskanni ko'rib turib, o'sha fibroz to'rga o'tsa bo'ldimi, o'lakami yoki men jigarim persadka qilishim kerak deb stressga tushib qolasizlar. Fibroz ham qaytadi, faqatgina insonlar o'zingizlarga bog'liq. Shifokor tavsiya bersa, uni bajarish bemorning qo'lida. Ko'pchilik kimnidir ko'chada eshitgan gapini qiladi-da. Umuman yog'li ovqat yemay qo'yadi. Yog'li ovqat yemasangiz jigarga battar nagruska. Go'sht yemasangiz yana nagruska. Oqsil aminokislotalar qayerdan kiradi organizmingizga o'ylab ko'ring. Go'sht ham o'zining o'rni bor. Kerak bo'lsa shu qo'y yog'ini ham, qo'y go'shtini ham o'zining o'rni bor. Faqatgina me'yor degan narsa bor, to'g'ri iste'mol qilish kerak. Suyuqlik ichmay qo'yadi bir xilgilar. Ayniqsa namozxonlarimiz, uzr xafa bo'lmanglar, to'g'ri gapirayman, to'g'ri ma'noda yaxshi eshitinglar. Tahoratim buzilmasin deb umuman suv ichmay qo'yaveradi. Shunaqa odamlar ko'rdim. Kechqurun deydi, ertalabgacha suv ichib chiqaman deydi, kunduz umuman suv ichmas ekan. Oyoq qo'lim bo'shyapti, mazam qochyapti. Piti ko'tarilib ketgan, organizm уже intoksikatsiyada, buyrak уже ishdan chiqish holatiga kelib qolgan holatda. Odamlar hamma narsaning o'zining o'rni bor. Piyoda yurishi ham, suyuqlik ichishi ham, yog'li taomlar iste'mol qilishi ham. Har nimaga men taqiqlaydigan narsam shu xamirli ovqatni umuman yemaslik, nonni kamaytirish ratsionda shirinlikni cheklash bo'ldi. Piyoda yuring, gepatitingiz bormi, jigar sirrozmisiz, qorningizda suv bormi, uni farqi yo'q. Piyoda yurib odam shunchaki qon aylanishini organizmida yaxshilaydi. O'zini salomatligi yaxshi bo'ladi, kayfiyati ko'tariladi.
ko'p bemorlarimiz bor, masalan, Hindistongacha borib kelishgan, jigar пересадка ham qilishgan. Даже Hindistonda ham yurdik deyishdi, qorindagi suv bilan. Bizda уже yotaver, sen kasalsan, buni qilma, haligi kasallarimiz, ya'ni hayron qolib ketadigan narsam, juda ko'p beriladigan savol, yursak bo'ladimi? Uni qilsak bo'ladimi, buni qilsak bo'ladimi? Kerak emas unaqa cheklovlarni topolmay o'zingizga. Kimdir yog'li ovqat yemayapti ekan, mana yemayman ekan. Kimdir deydi, reklamadagi narsani sotib olib ichibdi, mana ichaymi mumkin deydi. Oldin natijasini ko'rsin, oldin rezultat bersin. Keyin qilinglar shuni. Kimdir tuya sutiga borib yaxshi bo'lib ketgan bo'lsa, siz ham tuya sutiga boring degan joyi yo'q. Yoki kimdir televizorda reklama qilingan dorini ichib, kasallik hammada har xil. Shifokor biladi sizga nima foyda berishini, nima yaxshi bo'lishini. Prosta ongli ravishda odam to'g'ri fikrlash kerak. Bittasi telefon qilyapti, jig'ildonim qaynashib o'tib ketmayapti, o'ng tarafimda og'riq bo'laveryapti deydi. Ovqatlanish rejimiga solmoqchi kerak. Siz ichgan tabletkalar o'sha qo'pol qilib gapirganda o'ladigan odamni ham o'ziga keltirib yuboradigan holatdagi tabletkalarda, masalan, jigar uchun, masalan, o't qopida tosh bo'lmasa ursiz ham allaqol gap turib, mana shunday yetadi-da, shular ichyapti. Yana kasal og'riq ketmadi, jig'ildonim qaynayapti dedi. Ovqatlanish qanaqa bo'lyapti desam, kechki ovqat qilarkanda, o'tirish bo'lsa o'tirishga borib yana ovqatlanar ekan. Ertalab kechasi kech kelganda hisobiga 11 gacha uxlaganda, 11 da obed bilan nonushtani bitta qilib yerkan. Unaqa kasalda mana degan doktorga borsa ham tuzalmaydi-da. Ya'ni insonga ong farosat bekorga berilmagan. Agarda siz o'zingiz davolamasangiz, sizga shifokorning foydasi yo'q. Yana bittasi aytardi shu. Tarda ovqat yeyapti, faqat shu. Sovuqli ovqat yeyapti, jig'ildon qaynash bo'ladi. Masalan, odamda mijoz bor-da, issiqlik, sovuqlik degan mijozlar bor. Uni go'shtini qaynatib yeyapman, buni go'shtini qaynatib yeyapman deydi. Ya'ni yog'li ovqating, to'g'ri ovqatlarning oz-ozdan me'yoriga tushirib yesangiz bo'laveradi desam, tushunmaydi. Qaynatmay yemasam bo'lmaydi. Meni jigarim chirib qolyapti ekan, gepatitim bor ekan deydi. Har bitta insonga individual podxod qilishimiz kerak-da. Tushunishimiz kerak, uni tushuntirishimiz kerak. Yog' yeyishing kerak. Yog' sana organizmga foyda, o'rni bor yog'i ham, ba'zi bir vitaminlar mana shu yog'da so'riladi. Asabiylashaverma, kasallikni o'ylayverma, mandraj bo'lib qolma, toming ketib qolmasinmi? Kasallik oddiy kasallik, dorisi turibdi qo'lingda. Xudo bergan umr yashaysan. Rostida, masalan, gepatiti bo'lib turib, mashina avariyasida o'lib ketishi mumkin. U именно shu gepatitdan o'ladi degan joyi yo'q-ku, to'g'ri? Hammaga uzr, videoning oxiri sal negativga to'lib ketib qoldi, chunki aytilgan gaplar ko'p hali, biroq efir qilamiz. Insonlar nimaga qo'rqaverasizlar? Xotirjam bo'linglar, baribir rizqdan ortig'ini yemaymiz. Mana rizqim yulib yeb ketilmaydi yoki sizlarni kimdir olib qo'ymaydi. Shunchaki xotirjam bo'lish kerak bo'ldi. Xavotir olsangiz ham, masalan, peshanaga 70 yil yozilgan bo'lsa 70 yil yashaysiz, 60 yil yozilgan bo'lsa 60 yil yashaysiz. 30 yozilgan bo'lsa 30, hatto u nima deydi? Siz o'lchovini uzaytirib oladigan bo'lganingizda agar bilasizmi odamlar nimalar qilib yuboradi. Sog' salomat bo'linglar.